Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlarga xullas mashqlar aralash bo'yicha layfxak ko'rsataman. Bu xullas mashqga birov nomidan akkaunt ochib olgan. Mana videosi ham ko'rinib turibdi. 40 million so'm, 283 ko'rinib turibdi. 10 million so'm menga pul tashladi. Menga qaytarib tashladi deyman. Videolar sekreti mana kiramiz. Videosi ochmaydi. Sekreti rasmlar ham hammasi sekreti. Galeriyaga kiramiz, mana ochamiz. Saqlanib galeriyaga qilib, saqlanib qila olamiz galeriyaga. Tak, buni olamizda Google'ga rasm qidirishni yozamiz. Birorta rasmni, shu rasmni yoniga yozamiz. Instagramda qidirsak, eng o'xshash rasmni topamiz. O'xshash rasmni kelib chiqdi уже mana. Ko'rinib turibdi mana. Eng o'xshash mana shu. Kiramiz mana profiliga. Xuddi shu qiz. Bu plus 60 bilan o'zbek emas bu. Rasmlari bor mana. Plus mana shu rasmlarni olganda Instagramdan olsa bo'ladiki, rasmlarni olib o'zini profiliga qo'ygan. Bu lekin aslida boshqa qiz. Assalamualaikum. So hari ini bangun pagi bermalas-malasan tapi nak kena pergi pasar pagi ni. So Misha nak make up light je. Hai, Assalamualaikum. Bangun-bangun pagi apa lagi? Misha nak racun korang dengan Musulmonlik uchun assalomu alaykum dedi. Assalomu alaykum deb gapirdi. Mana xuddi shu qiz faqat shuni rasmini nima qilib olgan. Profilga qo'yib olgan. Buni aldash uchun nima qilamiz? Aldash uchun akkauntiga yozdim mana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'qib olasizlar xullas. Inkam qancha desam 550 ming deb 400 ming tashlaman. Karta raqam berdi mana. Karta raqamini nimadan tekshirib ko'rdim. Darmobaydan tekshirib ko'rdim. Xullas men pul tashlashim kerak edi. Pul tashlamadim. Mana cheki ulash qilib galeriyaga saqlanib faqat shu safar qilamiz. Mana bu yoqda o'zgartiriladigan narsa nima? Adilbay va Sarnoz o'zgaradi, karta raqam o'zgaradi, sana o'zgaradi. Men 30-dekabrda yozaman, 26-dekabr, 30-dekabr qilaman. 500 ming uzisini 400 ming uzisi qilaman. Mana shu o'zgaradi, boshqasi o'zgarishi shart emas. Keyin undan chiqamiz. ChatGPTga kiramiz. ChatGPTga yozamiz mana. Xuddi shu boyagi skrinshot qilganimni Adilbay va Sarnoz o'rniga Hojiakbarxon Jalolov bo'lsin, karta raqam buni o'rniga bu bo'lsin, xullas sana o'rniga bu sana bo'lsin deb yozdim. 500 ming so'm o'rniga 400 ming so'm bo'lsin. ChatGPT menga rasm tayyorlab berdi mana. Xuddi shu rasm Hojiakbarxon Jalolov 400 ming so'm, birdan 3 minut o'tganda tashlab bermoqchi bo'ldim. Keyin yosh katta ayol obrazini o'ynayotganligim uchun u yozishganda ukamga tashlab berdim dedi mana. Ukamga tashlab berdim, ukam o'zi tashlab beradi deb yozdi mana. Uxlab qolmaysizmi? Bechoram yoqqanini qilib ko'rsatdim. Keyin xo'p dedi. Keyin yana o'zgartirdim ChatGPTdan. Vaqtini soat 01:03 emas, 01:14 qilib berdim. 01:14 qilib berdim mana. 01:14. Ko'rinib turibdi. Chiqdim. Shuni o'zim boshqa akkauntimdan, ukam deb ochgan akkauntimdan tashladim. Uni menga tashladim. So'zsichik tashabbusi, xullas uje tashlamaganman-ku. Songa qara, yosh bola, yo'q 200 ming so'm, 400 ming so'm emas, 4 million emas, 400 ming so'm. Chunki men 400 ming so'm tashlaganman bu yoqda. Hamma narsa ideal. 400 ming so'm. Mana vaqti ham 1:14. Men ukamga yozgan vaqtimni mana tashlaganman. 1:12 da ukamga yozganman. Ukam menga 1:14 da tashlab bergan. 1:14 da tashlagan mana. Xo'p, ukajon rahmat deb nima aytdim? Uni skrinshotlarni tashlab berdim menga. Bas so'kinib yozyapti. Bu endi ayol kishi unaqa so'kinadi deb o'ylayman. Yozib miyasini qotirib keyin bu spam olmasligim kerak. Spam olmaslik uchun
Где-то 10tadan 20tagacha atrofda yozish kerak. 20tadan ko'p yozdi, ko'rinib turibdi. 20tadan ko'p yozdi. Videosidan qilib ko'tara olmadim. O'zim videosidan qildim, ko'tarmadi. Xullas, mana shunaqa. Keyin oxir blok qilib qo'ydi. Shuning uchun bunaqa mashqlardan ehtiyot bo'lish kerak. Hurmatli vatandoshlar, hammaga ham ishonib qolish kerak emas. Bu mashq-da, bu konkretniy mashq. Shunaqa mashqlar bo'ladigan bo'lsa, yana yozsangizlar, men o'zim qilib beraman. Savol-javob qilib beraman.